Oxirgi paytlarda kitob o'qish mavzusi trendga chiqyapti. Bu albatta odamni xursand qiladi. Mana yaqinda Umidjon aka Ishmuhammedovni Millat umidi ko'rsatuvlarida ham kitob mavzusi ko'tarilgan va mana shu ko'rsatuv sababli juda ko'p insonlarning kitob o'qishga bo'lgan, ilm olishga bo'lgan qiziqishi yanada kuchaydi. Buni mana ijtimoiy tarmoqlarda ham ko'rish mumkin. Mana shu Instagram sahifamni ochganimdan buyon men ilm olishga, kitob o'qishga targ'ib qilib kelaman. Shunga o'xshagan ko'rsatuvlarni ko'paytirishimiz kerak. Millatimizni, yoshlarimizni ilm olishga, kitob o'qishga qiziqtirishimiz kerak. Chunki o'qimaydigan bo'lsak, biz o'qiganlarni quliga aylanishimiz aniq. Shuning uchun birovga qul bo'lishdan ko'ra yomoni yo'q. Bu millat ilmni yig'ishtirib qo'ygani uchun 70 yil, 80 yil qullikni boshdan kechirdi. Bu qullikni endi qaytmasligi uchun albatta biz o'qishimiz kerak, ilm olishimiz kerak. Farzandlarimiz, yoshlarimizni o'qitishimiz kerak, o'qishga qiziqtirishimiz kerak.